keyin yana hammaga salom. Sizlar bilan o'qituvchining ishonch ruxsat so'rashi bo'ladi. Dars o'tishimizdan oldin kanikular paytimizda sizlarga murojaat qilmoqchiman. Hozir endi ozgina yozgi kanikul ta'tillarimiz boshlanadi. Ya'ni bizlar may oyidan bo'lmoqchimiz. Shuning uchun may oyida ozgina kundalik reklamalarimiz, darslarimiz kamayadi va sizlarga sentabr oyida va'da beramiz. O'zimiz ishlab o'tgan zo'r sartaroshxonada, o'zbekcha salon krasotida yoki o'zbekcha masalan ko'p pul to'plamaydigan o'qituvchilarimiz, boshqa o'rganayotgan shaxs fuqarolarimizga qanaqa sartaroshlikda ko'p pul topsa bo'ladi, hamma yo'lini o'rgatib o'tamiz va yana qanaqa xotirjamlik, tinchlikda yashab bizlarga oila qursa bo'ladi. Ya'ni buzuvchilarga e'tibor bermasdan har doim to'g'ri yo'limiz, qo'limizda namoz qur'on bo'ladigan shaxs fuqarolarga aylanib o'tsak, albatta bizlarni har qanaqa siyosat bo'lmasin yo'ldan qaytara olmaydi va g'alaba baribir O'zbekiston Toshkent shahrida qoladi va pasporti bor fuqarolarda qoladi. Ya'ni viloyat, qishloqda ham Toshkent shaharlari boshqasi bor. Oliygohlarda o'qishlari yaxshi o'qiganimiz uchun bu mavzuni yaxshi bilamiz, yaxshi bilganimiz uchun gapirib qo'ymoqchimiz. Konstitutsiyadan gapiradigan bo'lsak, 3 xil shaxs fuqarolar bo'ladi. Ya'ni to'liq tug'ilgan, to'liq tug'ilmagan, mikrobsiz shaxs fuqarolar bo'ladi. Toshkent shahrida ham juda ko'p ota-onasi bor, ota-onasi shaxs fuqarolar paydo bo'lgan. Ana shunaqalarga ahamiyat bermay yashagan holatimiz bo'lgani uchun sizlarga praktikalarimiz kamroq bo'lib qoldi. Endi bu yoqda keyingi kundalik tahlil qo'yadigan paytlarimizda necha yillikka ruxsat olib chiqsak, masalan 2 yil, 3 yil buzuvchilarga e'tibor bermay, ya'ni mikrobli shaxs bo'ladi, qishloq, viloyat, boshqasi Toshkent shahriga o'xshab ota-onasi yo'q yo'lidagi mavzudagi bo'lgan shaxslar barchasi mikrob shaxs hisoblanadi. Shuning uchun ulardan uzoq bo'lib, o'zimizni oldingi eski kundaligimizga holatida yashaydigan kundaligimizga o'tib, yakka oilamiz bilan zo'r, chiroyli yashab qo'yadigan holatida har qanaqa siyosat, masalan qora siyosat, boshqa siyosatlar ham albatta uyimizga kelsa ham orqaga qaytib ketadi va qora niyati o'zida qolib ketib, o'zi agarda paytini to'g'ri barcha narsalarni orqaga qaytarmasa, ana shunaqa yomon holatga keladi. Ya'ni bu yomon holatni nafs kelajagi deb aytadi. Ya'ni nafs kelajagi deganda barcha O'zbekistonimizdan boyliklar o'zlashtirmoqchi bo'ladi, uy-joylarimizni boshqasini ana shunaqa yo'lda yuradigan siyosat, shaxs fuqarolarni biz qora daftar ro'yxatimizga yozib qo'yganmiz va albatta ular darsliklarimizda yo'q, boshqa darslardagi fuqarolarimiz, shaxslarimiz ko'rsa ham bo'ladi. Har qanaqangi turdagi yosh bolalarimizga ham soch kundaliklarini o'rgata olamiz. Masalan, bir xil hech kim ota-onamiz yo'q edi, ingliz tili, boshqa kasb hunarlardan tashqari sizni darsliklaringizni tomosha qilib o'tirib birgalikda xuddi shunaqa bog'cha yoki maktabgacha o'tirsak bo'ladimi deydigan shaxs fuqarolarga, ota-onalarga mayli deb qolamiz. Bo'ladi, faqatgina shunaqa to'liq tug'ilgan, fikrli, o'zini eplagan 3 yosh, 5 yoshligini, 7 yoshligini yoki o'ziga o'xshab maktabdagi bolalik paytidan 1-klassdan 9-sinfgacha esida qoladigan bolalar bo'lsa ham marhamat bemalol qabul qilamiz. Agarda shunaqa bola chaqalar ko'p bo'ladigan bo'lsa, unda ishimiz osonlashadi. Ya'ni O'zbekistonda pasportimiz ham ko'p bo'ladi va xohlagan davlatimizga, xohlagan mehmonga, yaxshi kunlarimizga o'sha oddiygina bo'lgan pasportimizda ham guvohnomalarimizda ham yana oldingi kundaliklarimizga